Assalomu alaykum mekendoshlar, qutbandi kuningizlar bilan sizlar bilan men Qo'ziyev Boymurod. Ko'rib turganingizdek buyursa Qirg'iziston ilaralik O'sh aeroportini polna obzor qilib video syomka qilib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bugun 15 aprel 2025-yil. Ko'rib turgandek mana ertalangi soat 5:30. Buyursa registratsiyadan o'tish, samolyotlarni ham polna obzor qilib cho'tka qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb registratsiyadan o'tib bu yoqqa kirib mana Zalajdaniyada hozirgi paytda mana O'sh Moskva uchib ketayotgan aka-ukalarimiz Zalajdaniyada mana kutib o'tiribdilar. Ko'rib turgandek bu yoqda mana hozirgi uchurda Qirg'iziston O'sh aeroportidan Qirg'iziston jarandari Moskva Domodedovo aeroportiga qarab xudo xolasa uchib boradilar. Videomizni oxirigacha ko'rib borsanglar, xudo xolasa polni informatsiya berib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim deb mana samolyotda oldiga keldik. Xudo xolasa mana shu samolyotga minib Moskva Domodedovo aeroportiga qarab uchib boramiz, xudo xolasa. Videomizni oxirigacha ko'rib borsanglar, xudo xolasa Domodedovo aeroportidan ham polni obzor qilib sizlarga o'tosonun qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Sizlarga video yoqsa обязательно bir-birdan like bosib qo'yishni unutmangizlar. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim mana samolyotga ham chiqdik. Ko'rib turgandek mana uchishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xolasa bismillahirrohmanirrohim deb Domodedovo aeroportiga yetib borsak, Domodedovo aeroportidan ham polni obzor qilib informatsiya berib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Olis yaqindan ko'rib turgan do'stlarimiz bir-birdan like bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.